20-asrning ilk choragi Markaziy Osiyo tarixida juda muhim o'rin tutadi. Bu davrda o'lka xalqlarining oltin avlodi katta sahnaga chiqdi va o'z millatlarining mustaqil davlatini tuzish hamda o'zligini yaratish ishiga jiddiy kirishdi. Ammo afsuski, bu mard o'g'lonlar mag'lubiyatga uchradi va deyarli barchasi qatag'on qilindi. Shunday ziyolilardan biri qardosh qozoq xalqi jadidlarining eng yorqin vakillaridan bo'lgan Alixan Bukuyxanovni ko'proq Fayzulla Xo'jayevga o'xshatish mumkin. Ularning har ikkalasi milliy davlatlarga, Alash O'rda hamda Buxoro Xalq Shuro Jumhuriyatiga rahbarlik qildi. O'lka jadidlarini qo'llab-quvvatladi. Boshqaruvda yaxshi ishbilarmonlik ko'rsatdi va ikkovi ham Sovet qatag'oni qurboni bo'ldi. 1882-yilda yangi tuzilgan Dasht general-gubernatorligi rahbari Gerasim Kolpakovskiy Qozog'istonda joylashgan Karkaralinsk shahridagi hunarmandchilik maktabiga tashrif buyuradi. Kolpakovskiy uning oldiga saf tortgan maktab o'quvchilariga murakkab savol beradi. Omsk va Karkaralinsk orasidagi 760 mil, ya'ni 810 kilometr yo'lni bosib o'tgan gubernator faytonning bir g'ildiragi yo'l mobaynida necha marta aylangan degan savol beradi. Barcha o'quvchilar bunday qiyin savoldan shoshib qoladi. Shunda safdan yosh bir yigit chiqib, to'g'ri fayton tomon yuradi. U belidagi kamarini yechib, arava g'ildiragini diametrini o'lchaydi. So'ng yerga o'tirib hisob-kitob qilishni boshlaydi va oradan bir necha daqiqa o'tib, to'g'ri yechimni aytadi. Lol qolgan gubernator maktab direktori va uyezd rahbariga bu bolani guberniya markazi Omskdagi texnika maktabiga yuborishni buyuradi. General-gubernator Kolpakovkiyni hayratda qoldirgan yosh yigitning ismi sharifi Alixan Bukuyxanov edi. Bu ism keyinchalik butun imperiyaga tanildi va tarixda o'chmas iz qoldirdi. Alixan 1866-yil Karkaralinsk shahri yaqinidagi kichik qishloqlardan birida tug'ilgan. Uning otasi Normuhammad Bukuyxanov O'rta Juz xonlari sulolasidan bo'lib, bobosi Mirzotoy O'rta Juzning mashhur xoni Bukuyxonning nevarasi edi. Alixan ham aynan ushbu qozoq xoni sharafini olgandi. Otasi uni dastlab madrasaga, so'ng hunarmandchilik maktabiga o'qishga beradi. Iqtidorli Alixan tez orada o'z bilimi bilan ko'zga tashlanib, Omsk shahriga tahsil olishga jo'naydi. Yosh Bukuyxanov 1889-yildan mahalliy gazetalarda maqolalar chop qila boshlaydi. U Chor Rossiyasining dasht hududlaridagi qishloq xo'jaligi siyosati, milliy ishlarni yuritish haqida o'z fikrlarini bildiradi. Alixan nomi bilan bog'liq ilk gazeta shubhasiz Dasht o'lkasi ro'znomasi edi. Bukuyxanov bu yerda mahalliy aholi muammolari yorituvchi, mustamlakachi hukumatni tanqid qiluvchi materiallar e'lon qilib borardi va Chor Rossiyasi kuch ishlatar tizimlarining e'tiboriga tushadi. Bukuyxanov birinchi bo'lib buyuk qozoq shiori va mutafakkiri Abay Qononboyev merosiga e'tibor qaratadi. 1905-yilda Semipalatinsk yaprog'i gazetasida Alixanning Abay xotirasiga bag'ishlangan nekrologi bosiladi. Keyingi yillarda ham Bukuyxanov Abay nomini ommaviylashtirish borasida katta ishlar amalga oshiradi. 1900-yillar boshida Rossiya imperiyasida ahvol og'irlashadi. Rus-Yapon urushidagi mag'lubiyat, qonli yakshanba voqealari butun imperiya xalqida podshohdan norozilik hissini kuchaytiradi. Butun mamlakat bo'ylab namoyishlar to'lqini avj oladi. Podshoh Nikolay II aholini tinchlantirish uchun parlament, davlat dumasini chaqirishga majbur bo'ladi. Mahalliy xalq orasida o'tkir maqolalari bilan yaxshigina tanilgan Alixan Bukuyxanov bu davrda faol bo'lgan Konstitutsion demokratlar partiyasi, ya'ni Kadetga qo'shiladi va yurti mustaqillikka erishishida ushbu partiya qo'lloviga umid bog'laydi. Duma saylovlariga kadetlar safida qatnashgan Bukuyxanov saylov kampaniyasi doirasida ham keyinchalik deputat bo'lganidan so'ng ham bir necha bor qamoqqa olinadi. Chor ma'murlari u mahalliy xalqni oyoqqa turg'azishidan va mustaqillik uchun kurash boshlashidan xavfsiraydi. Birinchi Duma tarqatib yuborilgandan so'ng Bukuyxanov yana publistik faoliyat bilan shug'ullanadi. Xususan
1913-yilda mashhur Qozoq gazetasini ochadi. Bu paytda qozoq nomi keng qo'llanilmas. Uning o'rniga Qirg'iz Qaysaki, Qirg'iz, Tuzem kabi nomlar ishlatilardi. Alixan xalqi erkinlikka erishishi uchun birinchi navbatda tarixiy merosni tiklash kerakligini ta'kidlaydi. Qozoq gazetasi mahalliy aholining chor tuzumiga qarshi haqiqiy minbarga aylanadi. Unda xalqni uyg'otuvchi mustamlakachi hukumatga qarshi turish kerakligi haqidagi maqolalar birin-ketin chop etiladi. 1916-yilda butun Markaziy Osiyoni qamrab olgan milliy qo'zg'olonlar qozoq dashtlariga ham tarqaladi. Podshoh qo'shini ushbu norozilik harakatlarini shafqatsizlik bilan bostiradi. Minglab insonlar otib tashlanadi. 100 minglab odamlar esa surgun qilindi. Bukeyxanov front ortishlarini bajarish uchun Belarusga yuborildi. Fevral inqilobi ro'y berib, hokimiyat muvaqqat hukumat qo'liga o'tgach, Bukeyxanov Birinchi jahon urushi frontidan Qozog'istonning To'rg'ay viloyatiga komissariyani rahbar bo'lib qaytadi. Muvaqqat hukumatda katta ta'sirga ega bo'lgan Kadetlar partiyasi Bukeyxanov intilishlariga zid o'laroq Rossiyaning unitar davlat tuzumida qolishini yoqlab chiqadi. Bunga javoban Alixan 1917-yil iyul oyida kadetlar safini tark etadi va iyuldayoq Ahmad Boytursunov hamda Miryoqub Do'latov bilan birgalikda Alash partiyasini tuzadi. Alash partiyasi a'zolari Rossiyada yuzaga kelgan ikki hokimiyat, ya'ni muvaqqat hukumat va ishchi dehqonlar sovetlari holatida neytral pozitsiyani egallaydi. 1917-yil oktyabr inqilobi sodir bo'lganda Bukeyxanov hokimiyatning qurol bilan egallanishini qattiq qoralaydi va ikkinchi umumqozoq qurultoyini chaqiradi. Ushbu qurultoyda qozoq ziyolilari va faollari milliy davlat Alash o'rdani tuzishga qaror qiladi. Yangi mamlakatning poytaxti etib Semipalatinsk yoxud Alash qalla, hozirgi Semey shahri tanlanadi. Bukeyxanov hukumati rahbari bo'ladi. Tez orada boshlangan fuqarolar urushi davrida Alash o'rda rasmiylar xalqni talon-taroj va qirg'inlardan omon saqlash uchun nozik ip ustida yurishga to'g'ri keladi. Bukeyxanov dastlab oq armiya bilan yaqinlashadi. Biroq hokimiyatni boy bergan monarxiyachilar hali ham mahalliy xalqlarga erkinlik bermoqchi emasligi ayon bo'lgach, alashliklar tarafni o'zgartiradi. Ular bolsheviklar Alash o'rda muxtoriyatini tan olsa, sovetlar hokimiyatini tan olishga tayyorligini bildiradi. Moskva bunga rozi bo'ladi. 1919-yil kuzida Alash o'rda rahbarlariga siyosiy amnistiya e'lon qilinadi. 1920-yil 26-avgustda butun Rossiya Markaziy ijroiya qo'mitasi va xalq komissarlari soveti tomonidan tarkibida poytaxti Orenburg shahri bo'lgan Qirg'iz-Qozoq Sovet Muxtor Sotsialistik Respublikasini tuzish to'g'risida dekret chiqariladi. Shu tariqa 3 yilga yaqin yashagan Alash o'rda davlati tugatiladi. Bukeyxanov va boshqa Alash o'rda rasmiylar qamoqqa olinadi hamda amnistiyadan so'nggina ozod etiladi. Bukeyxanov bir muddat yangi davlat tizimida ishlaydi. 1921-yilda rafiqasi vafotidan so'ng Orenburgdan ona qishlog'iga qaytadi va siyosatdan tanaffus qiladi. Biroq sobiq Alash partiyasi yetakchisining o'z yurtida bo'lishi Moskva uchun xavfli edi. Natijada Stalin qarori bilan Bukeyxanov hibsga olinadi hamda Moskvaga olib kelinadi. Unga poytaxtda qolish va shu yerda ishlash taklif qilinadi. Bukeyxanovga hukumat roziligisiz Moskvani tark etish taqiqlanadi. 1922-1927-yillarda Alixan Bukeyxanov SSR Millatlar ishlari bo'yicha Xalq komissarligi markaziy nashriyoti hamda Rossiya Fanlar akademiyasida ilmiy xodim bo'lib ishlaydi. U bu vaqt davomida qozoq xalq tarixi hamda folklori haqida ilmiy izlanishlar olib boradi. Shulpan va Temir Qaziq jurnallariga maqolalar yozadi. Jahon adabiyotining nodir namunalarini qozoq tiliga tarjima qiladi. 1927-yil 1-oktyabrda Bukeyxanov barcha lavozimlaridan bo'shatiladi. Uning moliyaviy ahvoli og'irlashadi. Shunday bo'lsa-da, mag'rur qozoq ziyolisi o'z millati uchun xizmat qilishdan to'xtamaydi. Oradan 2 yil o'tib, Bukeyxanov yana qamoqqa olinadi. Bu safar uni mo'jiza qutqarib qoladi. Lenin gvardiyasi deb ataluvchi eski bolsheviklardan bo'lgan Vasiliy Shelgunov Bukeyxanovning qizi iltimosi bilan
Alixonni himoya qiladi. Hali hokimiyatda yaxshi o'rnashmagan, Stalin eski gvardiyachi talabiga rad javobi bera olmaydigan va Bukeyxanov ozod etiladi. Qamoqdan chiqarilganiga qaramay, qozoq ma'rifatparvari uy qamog'ida saqlanadi. Uning oldiga ko'plab millatdoshlari, sobiq safdoshlari kelib turadi. Alixon ularga xalq uchun xizmat qilishni to'xtatmaslik lozimligini, insonlarni o'qimishli qilish ziyolining eng asosiy vazifasi ekanini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyo xalqlari uchun mash'um bo'lgan o'sha 1937-yil 26-iyulda qozoq xalqining jonkuyar o'g'loni Alixon Bukeyxanov yana hibsga olinib, 9-iyul kuni Fayzulla Xo'jayev qamoqqa olingan kunda Moskvadagi Butirka qamoqxonasiga tashlanadi. Tintuv chog'ida Bukeyxanovning qo'lyozmalari, qozoq tarixi, adabiyoti, tiliga oid ilmiy izlanishlari, tarjima asarlari, boy kutubxonasi musodara etiladi. Olimning 12 yillik mehnati bolsheviklar tomonidan keyinchalik yo'q qilib yuboriladi. Bukeyxanovni aksal inqilobiy faoliyatda va burjua millatchiligiga ayblashadi. U shafqatsiz qiynoqlarga qaramasdan to'qib chiqarilgan tuhmatlarni tan olmaydi va mard qozoq yigit so'nggi so'zida ochiq haqiqatni aytadi. Men sovet hokimiyatini tan olganman, lekin hech qachon uni xushlamaganman. SSR Oliy sudi harbiy kollegiyasi 1937-yil 27-sentyabrda Bukeyxanovni barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topadi va oliy jazoga hukm qiladi. Hukm shu kuniyoq amalga oshiriladi. Butun umrini xalqini ziyoli, mamlakatini mustaqil qilishga sarflagan turkiy jadid hayoti shu tariqa yakun topadi. Alixon Bukeyxanov 1989-yil 14-mayda jinoyat tarkibi yo'qligi sababli oqlanadi. Hozirda Qozog'istonda uning ismi bilan bir qancha ko'chalar, maktablar nomlangan. Qarag'anda shahri tumanlaridan biriga ham Bukeyxanov nomi berilgan. Bukeyxanov nomi qozoq jadidlarining eng oldingi saflarida keladi. Ushbu maqolani Muhammad Qodir Sobirov tayyorladi. Ushbu maqola Oyna.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Videolarimizga like bosing. Videolarimiz faolligini olib, o'zingizni ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringizga, har xil guruhlaringizga tarqatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizni yana qaysi mavzular qiziqtiradi? Qanday mavzularni audio shaklda tinglashni xohlaysiz? Biz sizlarga tushunarli, sodda va ixcham tilda tushuntirib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.